Bismillah, assalomu alaykum. Mana kavraklarni ekyapmiz lalmi yerga. Lalmi yerga xudo xolasa. Mana 2 gektardan ziyodroq yer ekan xudo xolasa. Mana yerni taxlayapmiz. Mana bu chimli yerligi uchun birinchi tushuntirib o'taman. Traktor bilan haydadik. Keyin kesagini ezish uchun mola qildik. Ishlanmagan yer ekan. Kesagini ezish uchun mola qildik. Keyin bitta chizil qildik. Barana qildik. Dori sepib, moladan keyin dori sepib turib barana qildik. Haydadik, mola qildik, keyin dori amafos sepib turib barana qilib chiqdik. Ana endi ishchilar mana bunaqa qilib turib, hozir ko'rsataman. Pol qilganday qilib turib chimlarini bir chakkaga to'dalab ketyapti. 2 gektar yer. 2 gektar yerga xudo xolasa hosil uchun 30 kilo urug' sepyapmiz. 30 kilo Ko'qiston kavra urug'idan. Bu okagina. Mana shuni qilib turib chimini tortib ketyaptik. Shunday qilib chimini tortyapmiz. Tortyapmiz, xudo xolasa. Ana endi bu tortilgan yerga urug' sepiladi. Ustidan yana gravel bilan mana shu gravellab ketamiz. Hozir urug' sepilish jarayoni bilan gravellashni ko'rsatdim. Maqsad shunday urug'ni ko'mish kerak. Shamol uchirmaslik uchun nomiga ko'mib ketyapmiz. Aka bunaqa qilib chimini chiqarish muammo bo'lgan uchun mana shunday qilib ketamiz. Kelajakda xudo xolasa suv chiqarishi mumkin artizandan. Suv chiqarsa suv berishga ham qulay bo'ladi. Keyin yo'llarni o'rgatdim, qanaqa suv sepishdi. Xudo xolasa uni ham qilishar ekan. Mana bu urug'lar. Ko'qiston tabiiy toza urug'i. Urug'ni bizlar ko'rsatamiz, как положено. Bu ko'p bo'lib ketdi. Shuni sepiladi. 30 kilo urug', 2 gektarga mana shunaqa siyrak sepsa yetadi xudo xolasa. Gektarga 15 kilo. Bitta grabillang. Ana shunaqa qilib chiqiladi lalmi yer bu yer. Kelajakda maqsad kavrakni ko'mib ketyapti. Kelajakda suvliqsa ham suvni cho'chayotgan mana bu zamonaviy texnologiya bilan qilinadi bu lalmi yerlar. O'sha uchun suv yerdan qilayotganimiz yo'q. Bitta like, esdan chiqmas, sog' bo'lasiz, omon bo'lasiz. Feruz aka biron narsa deysiz yo'q? Assalomu alaykum. Kavrak ekyapmiz mana. Davron aka yordam beryapti. Xudo xolasa beryapti. Xudo xolasa shu yaxshi hosil olishga niyat qildik. Kavrakchi ekaman deyotganlarga nima deysiz endi kelajakka ekaman deyotgan? Hali o'zingiz ham to'liq ma'lumotga ega emassiz. Endi bizlar ham mana Davron akaning yordami bilan o'rganyapmiz. Xudo xolasa yaxshi bo'ladi hammani. Rahmat, inshaalloh. Qilish kerak, riskovat qilish kerak. Alloh fayzingizni bersin, baraka. Rahmat. Sog' bo'ling. Klientlar like bossinmi yo'qmi, muxlislar? Bo'lsinglar, gazni bo'lsinglar. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Nimaga savollar bo'lsa kommentariyaga kutaman. Hammasiga javob berishga harakat qilaman, xudo xolasa. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Bitta like esdan chiqmasin.